Dunyolarga sig'may ketdim-da, shu nevaramni ko'rib. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mirabror Usmonov Xalqaro xayriya fondi tomonidan homiylik asosida navbatdagi bemorimizga operatsiya o'tkazildi. Bu operatsiyamiz Ezgu Niyat klinikasida bajarildi. Bemorimiz 7 yosh, tug'ma yurak nuqsoni bilan tug'ma yurak nuqsonini xirurgik operatsiyasi bu minimal invaziv kam jarohat yetkazuvchi usulda bajarildi. Bemorimiz bir kundan keyin bo'limga o'tkazildi. Mana marhamat, o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tkazib oldinglarmi? Uxlab qolibdi-ku qizimiz. Mana qizimizni ko'rishingiz mumkin. Kecha jarrohlik amaliyotidan keyin bo'limga o'tkazildi. Uydagilar oilasi bo'lsin topshirildi bolachamizni. Bolachamizda tug'ma yurak nuqsoni, bo'lmachalararo devor nuqsoni 1 yil oldin maktabga chiqishdan oldin kuzatuvda aniqlangan. Ko'p joylarga murojaat qilishgan, oilaviy sharoitdan kelib chiqib bemorimizni Mirabror Usmonov nomidagi Xalqaro xayriya fondiga murojaat qilishgan. Fondni qaramog'i ostida bemorimizga operatsiya bajarildi. Bu operatsiyamiz kichik kesma orqali kam invaziv usulda bajarildi. Bolachamizni shuning uchun bemalol og'riqlarsiz harakat qilib, o'ynab kulib yurishi mumkin. Operatsiyani ertasigayoq kelajakda sog'lom inson bo'ladi. Men Teshavar Solat Navoiy shahridan keluvdik. Naveracham Jonpulotova Kumush mana shu yurak parogi bilan kasal bo'lgan edi. 1 yil oldin doktorlarga murojaat qildik buni. 1 yil oldin shu bilganimiz yo'q edi. Keyin ular aytishdi buni yurak parogini. Biz vahimaga tushib qoldik. Qayerga borishni bilmay. Qo'rquv nimalarni his etdik. Qayerga qani murojaat qilsak, kim yordam beradi, nima bo'ladi? Bizlar hammamiz vahimaga tushib qoldik. Kelinim, o'g'lim, bobosi hammamiz vahimaga tushib qoldik buni kasalini eshitib. Doktorlar operatsiya qilish kerak deyishdi. Mablag'imiz yetmagan uchun boshimiz qotib qoldi bizani, qayerga borishni bilmay. Ko'p joylarga murojaat qildik. Mirabror Usmonov xayriya fondini eshitib qoldik. Murojaat qildik kelib. Ular yaxshi yordam qildi. Mana Xudoga shukr, nevaracham yaxshi, hozir uxlab qoldi. Shu kecha operatsiya bo'luvdi kecha. Mana bugun palataga olib doktorlar, vrachlar nima qilishdi? Hozir uxlab qoldi. Tashqariga yurib chiqdi o'z oyog'i bilan. Xudoga shukr. Biza minnatdor biza. Mirabror Usmonov arvohlari shod bo'lsin. Baraka topsinlar. Vrachlar ham bari yaxshi ekan. Doktor, vrachlar, hammasi hamshiralar shirin so'z bilan bizani nima qilyapti, qarayapti. Biza hammasidan minnatdor biza. Rahmat. Qiynalganimizda bizaga asqotdi shu. Yaxshi ham shu fond bor ekan. Baraka topishsin bu yerdagi vrachlar, doktorlar, hamshiralar hammasidan biza minnatdor biza. Xayriya fondidan ham minnatdor biza. Og'rimizni yengil qilib berishdi. Nevaracham Xudoga shukr yaxshi, o'ynab kulib o'tiribdi. Hozir endi uxlab qoldi. Uyda o'tiruvdi. Yurganini ko'rib, dunyolarga sig'may ketdim-da, shu nevaramni ko'rib. Rahmat. Quvonishim ichimga sig'may, barlaringizga minnatdorchilik bildiraman. Nima bo'ladi deb biz boshimiz qotib shu mana 1 yildan bo'lsin o'zimiz bilamiz, ichimiz bilaydi, qanday bo'ladi, buni operatsiya qilsak qanday bo'ladi, qilmasak qanday bo'ladi deb, yo Xudoga ming qatla shukr Allohga. Yaxshi, mana nevaracham ko'zini ochib dalaga chiqdi, o'ynadi. Minnatdor biza. Quvonchimiz cheksiz. Sog' bo'linglar barlaringizga rahmat.